Bu hech qanaqa Dubaydagi uy emas. Bu o'zimizning Toshkentda narxi 3 million dollarlik qasr uyi bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hozirdan bitta yurakchani qizartirib, yaxshilab joylashib olinglar, bitta choy damlab olinglar. Chunki video obzor juda ham qiziq bo'ladi. Mana qaranglar, hovliga kirar ekanmiz. Bu hovlini aurasi sizlarni shunaqangi kutib oladi. Gap so'z bo'lishi mumkin. 9 sotu yer maydoniga ega. Mana bu ziloniy zonani qaranglar, olgan odam bu yoqni bog' qo'rsa bo'ladi. Uyimizning ichida полностью Onyx toshlar ishlatilgan, fasadi 100% tosh, mana ma'mutlargacha granit toshlar qilingan. Agar sizlar ham uyinglarni fasad qismiga yoki granit, travertin tosh, Onyx toshlar qiziqtirayotgan bo'lsa, bilasizlar qayerga murojaat qilish, albatta Imperial granit sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Taraf keladigan bo'lsak, mana shunaqa basseyn, bu yoqda jakuzilari bilan uyimizda naqd ikkita basseyn bor. Bu tashqarisidagi bo'lsa, podvalda ham finskiy va troitskiy saunalargacha birga. Mana qaranglar, basseynni kattaligini, bu yoqda jakuzilar, gidromassajlarni olib mazza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Ayniqsa mashhur rakursdan hovlimizdan bitta baho beraylik. Mana kechasi patsiyentliklar shunaqa chiroyli yonib beryapti. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizning yozgi oshxona, qozon o'choq, barbekyu zona, xullas ayollarimiz uchun barcha qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan. Uyimizning yashash maydoniga keladigan bo'lsak, naqd 1000 kvadrat tashkil qiladi. Xo'p, xonalar soni 7 ta. Bu yoq ko'ryapsizlar, kirib kelish hol qismi, holdan keyin bu yoqda zal bo'lyapti va ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonamizdan ham ko'ryapsizlar, keng, oppoqqina qilingan. Posudomoykadan tortib hamma texnikagacha mujassam qilib qo'yilgan. Bu yoqda yana bitta spalniyamiz bor. Umumiy hisobda 7 ta xona bo'lyapti. Podvalda spa zonani ko'rib turibsizlar. Bu yoqda finskiy saunalari bilan birgalikda. Agar sizlarga ham mana shu uyimiz yoqqan bo'lsa, inshaalloh niyat qilib bitta like bosib qo'yamiz. Eng kamida mana shunaqa uylarda ota-onamiz bilan mazza qilib yashashlik hammaga nasib qilsin.